Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Arab tili boshlang'ich kurs. Birinchi dars. Bu darsda biz jins kategoriyasi, ko'rsatish olmoshlari, kishilik olmoshlari, egalik olmoshlari bilan tanishamiz. Dars so'ngida o'z oilamiz haqida arab tilida gapirishni o'rganib olamiz. Arab tilida ikki xil jins mavjud. Muzakkar erkak jins, muannas ayol jins. Masalan, ibn, ibnun o'g'il, muzakkar erkak jins. Bint qiz, muannas ayol jins. Ab ota, muzakkar erkak jins. Ona muannas ayol jins. Demak, o'g'il, qiz, ota, ona, opa, uka, xola, amaki bu so'zlarni muzakkar yoki muannas jinsga taalluqli ekanligini ma'nosidan bilib olamiz. Lekin ba'zi so'zlar bor, ham ayol kishi, ham erkak kishi o'rtasida mushtarak. Bular sifatlar, kasblar, lavozimlar. Masalan, mudarris o'qituvchi erkak kishi, mudarrisatun o'qituvchi ayol. O'qituvchi so'zi muannas jinsda ham, muzakkar jinsda ham ishlatiladi. Ularni farqi faqatgina ta marbuta muannaslik belgisida. Mudarris so'zini oxiriga ta marbuta muannaslik belgisini qo'shsak, bu o'qituvchi ayol degan ma'noni bildiradi. Muallimun o'qituvchi, muallima o'qituvchi ayol. Biz bu so'zni muallimatun deb o'qishimiz ham mumkin. Oxiridagi harakatni o'qimasdan muallima deb o'qishimiz ham mumkin. Tobibun shifokor, tobibatun shifokor ayol. Tolibun o'quvchi, tolibatun o'quvchi qiz. Zavjun xo'jayin, zavjatun rafiqa. Xuddi shunday holat o'zbek tilida shaxslarni ismlarida aks etadi. Masalan, o'g'il bolaga Aziz deb ism qo'yiladi, qiz bolaga Aziza. O'g'il bolaga Said, qiz bolaga Saida. O'g'il bolaga Umid, qiz bolaga Umida. Aslida o'sha Umida, Saida, Aziza ismlari hammasi ta marbuta muannaslik belgisi bilan yakunlangan. Endi predmetlar. Arab tilida predmetlar ham muzakkar, muannas jinsda bo'ladi. Qaysi predmet qaysi jinsda ekanligini yana so'z oxiridagi ta marbuta belgisidan bilib olishimiz mumkin. Masalan, kitob, kitob so'z oxirida ta marbuta yo'q. Shuning uchun bu muzakkar so'z. Haqiba ryukzak so'z oxirida ta marbuta bor, demak bu muannas so'z. Qolam so'z oxirida ta marbuta yo'q, demak bu muzakkar so'z. Sahifa so'z oxirida ta marbuta bor, demak bu muannas so'z. Ko'rsatish olmoshi. Yonimizdagi narsani ko'rsatish uchun bu olmoshidan foydalanamiz. Arab tilida muzakkar jins uchun bu haza, muannas jins uchun bu hadihi. Masalan, haza Muhammad, bu Muhammad. Hadihi Fatima, bu Fatima. Haza walad,
bu o'g'il bola. Hada valad, bu o'g'il bola. Hadihi bint, bu qiz bola. Hadihi bint, bu qiz bola. Hada mudarris, bu o'qituvchi. Hada mudarris, bu o'qituvchi. Hadihi mudarrisa, bu o'qituvchi ayol. Hadihi mudarrisa, bu o'qituvchi ayol. Hada tabib, bu shifokor. Hada tabib, bu shifokor. Hadihi tabiba, bu shifokor ayol. Hadihi tabiba, bu shifokor ayol. Hada kitab, bu kitob. Hada qalam, bu qalam. Hadihi haqiba, bu ryukzak. Haqiba, ryukzak so'ziga nisbatan biz hadihi muannas olmoshini ishlatamiz. Chunki haqibatun so'zimiz ta marbuta muannaslik belgisi bilan yozilgan. Demak, haqiba muannas jinsida. Hada va hadihi ikkovi ham bu degan ma'noni bildiradi. Hada muzakkar, hadihi muannas. Kishilik olmoshlari. Bu darsimiz uchun bizga 3 ta kishilik olmoshi kerak bo'ladi. Men, ana mudarrisa, men o'qituvchi ayolman. Ana toliba, men o'quvchi qizman. Ana Fatima, men Fotimaman. Ana Muhammad, men Muhammadman. Demak, ana kishilik olmoshi o'g'il bola uchun ham, qiz bola uchun ham bir xil ishlatilaveradi. Uchinchi shaxs kishilik olmoshi u, o'g'il bola uchun huwa, qiz bola uchun hiya. Masalan, hiya Fatima, u Fatima. Huwa Muhammad, u Muhammad. Ana Khadija, men Khadija. Hadihi Fatima, hiya tabiba, bu Fatima, u shifokor ayol. Hada Muhammad, huwa tabib, bu Muhammad, u shifokor. Hadihi bint, hiya Aisha, bu qiz bola, u Oysha. Hada walad, huwa Muhammad, bu o'g'il bola, u Muhammad. Endi kishilik olmoshlari. Egalik olmoshlari. O'zbek tilida egalik olmoshlari mening, sening, uning, bizning, sizlarning, ularning. Arab tilida mening kishilik olmoshi ye harfini so'z oxiriga qo'shish bilan ifodalanadi. Masalan, qolamun so'zini olamiz. Qalam. Qolamun so'zini oxiridagi tanvinni tushirib qoldiramiz. Bizda qolamun hosil bo'ladi. Unga ye mening kishilik olmoshini qo'shamiz. Natijada qolamuy hosil bo'ladi. Qolamuy talaffuzga noqulaylik tug'dirganligi uchun domma harakatini kasra harakatiga almashtiramiz. Bizda qolami hosil bo'ladi. Qolami, ya'ni mening qalamim. Demak, nimaniki o'zimizga nisbat bermoqchi bo'lsak, mening daftarim, mening ruchkam, mening qizim, mening o'g'lim, mana shu so'zlarni oxiriga ye kishilik olmoshini qo'shamiz. Masalan, kitabun kitob, mening kitobim, kitabi. Daftarun daftar, mening daftarim, daftari. Ismun ism, mening ismim, ismi.
Uning egalik olmoshi o'g'il bola uchun muzakkar jinsda so'z oxiriga hu egalik olmoshini qo'shish bilan hosil qilinadi. Qolamun so'zidan yana tanvinni tushirib qoldiramiz va so'z oxiriga hu olmoshini qo'shamiz. Qolamuhu hosil bo'ladi. Qolamuhu uning qalami o'g'il bola uchun. Masalan, Muhammad haqida gapirsak, qolamuhu uning qalami, kitabuhu uning kitobi, ismuhu uning ismi. Qiz bola haqida gapiradigan bo'lsak, masalan, Fotima haqida uning qalami deyish uchun so'z oxiriga ha egalik olmoshini qo'shamiz. Qolamuha uning qalami, daftaruha uning daftari, ismuha uning ismi. Misollar. Demak, so'z oxiridagi harfi mening egalik olmoshi. Kitabi, qalami, daftari, haqibati, ismi. So'z oxiridagi hu egalik olmoshi o'g'il bola uchun uning ma'nosini bildiradi. Kitabuhu, qalamuhu, daftaruhu, haqibatuhu, ismuhu. So'z oxiridagi ha egalik olmoshi qiz bola uchun uning ma'nosini bildiradi. Kitabuha, qalamuha, daftaruha, haqibatuha, ismuha. Ta marbuta haqida yana bir bor to'xtalib o'tamiz. Demak, ta marbuta bu muannaslik belgisi. Haqibatun ryukzak muannas jinsidagi so'z. Ta marbuta doim so'zlarni oxirida yoziladi. Hech qachon so'z o'rtasida yoki so'z boshida yozilmaydi. Endi muannas jinsidagi so'zga egalik olmoshini qo'shish uchun ta marbutani oddiy katta T harfiga aylantirib yuboramiz. Ta. Haqibatun uning ryukzaki, haqibatuhu. Hadihi mudarrisa ismuha Aisha. Bu o'qituvchi ayol, uning ismi Oysha. Hada mudarris ismuhu Abbas. Bu o'qituvchi, uning ismi Abbos. Hadihi ailati. Bu mening oilam. Hada abi ismuhu Muhammad. Huwa muhandis. Hadihi ummi ismuha Khadija. Hiya tabiba. Hada zawji ismuhu Abbas. Huwa mudarris. هذه بنتي اسمها لطيفة. هذه أنا اسمي عائشة. أنا مدرسة. Shu matnni mustaqil tarjima qilishingiz kerak bo'ladi. Shukron lil intibah. E'tiboringiz uchun rahmat.